10 oktyabrdan boshlab pensiya oladigan, pensiya rasmiylashtirayotgan yoki oilasida pensioner bor har bir inson e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki yangi tartiblar, tekshiruvlar, hujjatlarni aniqlashtirish va to'lovlarni qayta ko'rib chiqish jarayonlari ko'pchilikning cho'ntagiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kim nimadan xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Va eng muhimi, xatoga yo'l qo'ymaslik uchun hozirdan nima qilish zarur? Avvalo kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam navbatda sarson bo'lmaydi, pulidan ayrilmaydi va hujjatini to'g'ri tayyorlaydi. Endi masalaga o'tamiz. Oldin ko'p holatlarda pensionerlar bir marta pensiya tayinlatib olgandan keyin yillar davomida faqat to'lov kelishini kutib yashardi. Ya'ni odam pensiya yoshiga yetadi, mehnat daftarchasini, pasportini, ish staji bo'yicha hujjatlarni topshiradi. Pensiya miqdori hisoblanadi va har oy bank kartasiga yoki pochta orqali pulni oladi. Agar biror o'zgarish bo'lmasa, ko'pchilik pensiya jamg'armasi yoki mahalla bank, pochta idoralariga qayta murojaat qilmasdi. Endi esa asosiy e'tibor ma'lumotlarni to'g'rilash, pensiya ishlarini raqamli bazalar bilan solishtirish, yashash joyi, bank rekvizitlari, shaxsiy ma'lumotlar, ish staji va qo'shimcha huquqlarni aniqlashtirishga qaratilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensiya olish huquqi bor odam o'z pulini vaqtida olishi uchun uning hujjatlari va elektron bazadagi ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar pasportdagi familiya boshqa, eski hujjatda boshqa yozilgan bo'lsa, agar ish staji tasdiqlanmagan bo'lsa, agar bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, agar pensioner boshqa manzilga ko'chib ketgan bo'lsa, to'lovda kechikish, qayta tekshiruv yoki qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, odamlar vahimaga tushmasdan, lekin beparvo ham bo'lmasdan harakat qilishi kerak. Chunki pensiya masalasida eng katta xato shuki, odam meniki hammasi joyida deb yuradi. Keyin to'lov kuni kelganda pul tushmaydi. Bankka boradi, bank pensiya jamg'armasiga yuboradi. Pensiya bo'limiga boradi, u yerda ma'lumotingizni yangilash kerak deyishadi. Natijada odam 2-3 kun emas, ba'zan 2 hafta yugurib yuradi. Eng avvalo 10 oktyabrdan keyingi o'zgarishlarni 3 ta katta yo'nalishda tushunish kerak. Birinchisi, pensiya to'lovlarini olish tartibi va bank kartalari bilan bog'liq masalalar. Ikkinchisi, hujjatlarni va shaxsiy ma'lumotlarni aniqlashtirish. Uchinchisi, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan staj, qo'shimcha imtiyozlar va oilaviy holatlarni qayta ko'rib chiqish. Birinchi yo'nalish bank kartalari masalasi. Hozir ko'plab pensionerlar pensiyasini kartaga oladi. Bu qulay, lekin bir muhim jihat bor. Karta muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa yoki pensioner kartani o'zi ishlatmaydi. Farzandiga berib qo'ygan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Masalan, 2 yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasi 3 yil oldin ochilgan, muddati esa sentyabr oyida tugagan. Otaxon buni bilmaydi. Chunki karta ustidagi yozuvni o'qimagan. 10 oktyabrdan keyin to'lov jo'natilganda pul hisobga tushishi mumkin. Lekin karta orqali yechib bo'lmaydi yoki bank yangi karta ochishni talab qiladi. Shunda otaxon pensiyam to'xtab qoldi deb o'ylaydi. Aslida esa muammo pensiyada emas, kartada bo'ladi. Ikkinchi misol. Bir onaxon pensiyasini kelinining telefoniga ulangan ilova orqali nazorat qilib keladi. Pul tushadi. Kelini yechib beradi. Lekin telefon raqami almashtirilgan. Bank SMS tasdiqlashni eski raqamga yuboryapti. Bunday vaziyatda onaxon o'z pulini olish uchun bankka shaxsan borishi, pasportini ko'rsatishi, telefon raqamini yangilashi kerak bo'ladi. Men bunday holatda har bir pensionerga aytaman. Karta sizniki bo'lsa, telefon raqami ham imkon qadar o'zingiz yoki doimiy ishonchli yaqiningiz nazoratida bo'lsin. Ammo ishonch nima? Bank tartibi va shaxsiy rozilik masalalariga jiddiy qarash kerak. Ikkinchi yo'nalish shaxsiy ma'lumotlar. Bu yerda eng ko'p uchraydigan muammolar familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta raqami. Yashash manzili va nikohdan keyingi familiya bilan bog'liq. Masalan, ayol kishi yoshligida boshqa familiyada ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan, mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya turibdi. Agar bu bog'liqlik nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bilan ko'rsatilmasa, stajning bir qismi hisobga olinmay qolishi mumkin. Natijada pensiya miqdori kamroq chiqadi.
yoki qayta hisoblash cho'ziladi. Men ko'p ko'rgan holat, odam 25 yil ishlaganman deydi, lekin hujjatda 18 yil tasdiqlanadi. Qolgan 7 yil bo'yicha korxona yopilgan, arxivga topshirilgan. Mehnat daftarchasida muhr xira, buyruq raqami ko'rinmaydi. Shunda odam ranjiydi. Men ishlaganman-ku deydi. To'g'ri ishlagan, lekin pensiya tizimida har bir yil hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Shuning uchun 10 oktyabrdan keyingi davrda ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar, yangi pensiya rasmiylashtirayotganlar, pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'lganlar arxiv ma'lumotlarini oldindan yig'ish kerak. Uchinchi yo'nalish pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan holatlar. Bu yerda ikki tomonni tushunish zarur. Ba'zi pensionerlarda qo'shimcha haq olish huquqi bo'lishi mumkin, lekin ular bilmagani uchun ololmay yuradi. Ba'zilarda esa oldin noto'g'ri hisoblangan yoki hujjat yetishmagani sababli keyin aniqlashtirish talab qilinadi. Masalan, nogironligi bo'lgan pensioner, boquvchisini yo'qotgan oila, yolg'iz yashovchi keksa fuqaro, urush yoki mehnat faxriysi maqomiga ega odam, zararli sharoitda ishlagan ishchi, ko'p yillik stajga ega ayol yoki erkak qo'shimcha huquqlarga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu huquq avtomatik ko'rinmasligi ham mumkin. Hujjat topshirmasangiz, tizim sizning og'ir sharoitda ishlaganingizni yoki qo'shimcha imtiyozga egaligingizni bilmasligi mumkin. Keling, raqamli misol qilaman. Faraz qilaylik, bir kishi 30 yil ish stajiga ega, lekin hujjatda 24 yili tasdiqlangan. Har oy 20 million 500 ming so'm atrofida pensiya olyapti. Agar qolgan 6 yil arxivdan topilib, qonuniy tartibda qo'shilsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Oshish miqdori har bir odamda alohida hisoblanadi. Chunki ish haqi, staj, davrlar, badallar, amaldagi hisoblash tartibi farq qiladi. Lekin asosiy g'oya shuki, tasdiqlangan staj ko'paygani sari pensiya qayta ko'rilishi ehtimoli paydo bo'ladi. Aksincha, agar biror davr noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, uni aniqlashtirish so'ralishi ham mumkin. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda kartasi muddati tugayotgan yoki yaqinda bankini almashtirgan pensionerlar. Ikkinchi navbatda pasportdan ID kartaga o'tgan, familiyasi o'zgargan, boshqa viloyat yoki tumanga ko'chgan odamlar. Pensiya yoshiga yaqinlashgan, lekin hali hujjatlarni yig'magan fuqarolar. To'rtinchi navbatda vafot etgan turmush o'rtog'i yoki ota-onasi bo'yicha boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Beshinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Chunki tibbiy xulosa, muddat, qayta ko'rik sanasi kabi masalalar juda muhim. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning kartangiz faol bo'lsa, pasport yoki ID kartangizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiya muntazam tushayotgan bo'lsa, sizga rasmiy xabar kelmagan bo'lsa, vahima qilishga asos yo'q. Lekin men baribir bir marta bank kartangiz muddatini, telefon raqamingizni, pensiya hujjatlaringizni tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki muammo bo'lmaganda tekshirish 10 daqiqa vaqt oladi. Muammo chiqqandan keyin esa bir necha kuningiz ketadi. Endi istisnolar, yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala, pensiya to'xtasa. Bu har doim ham pensiya bekor qilindi degani emas. Ba'zan to'lov texnik sabab bilan kechikadi. Ba'zan bank rekviziti noto'g'ri bo'ladi. Ba'zan pensionerning shaxsiy ma'lumoti yangilanishi kerak bo'ladi. Ba'zan esa hujjat bo'yicha qo'shimcha tekshiruv ketadi. Shuning uchun birinchi kuni meni pensiyadan chiqarib tashlashdi deb xulosa qilmang. Avval bankdan, keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq sababni so'rang. Ikkinchi nozik masala, pensioner chet elga chiqqan bo'lsa yoki uzoq muddat boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, bunday holatda to'lov tartibi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, ishonchnoma orqali pul olish, hayot ekanini tasdiqlash kabi masalalar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner farzandining oldiga boshqa davlatga ketdi, kartasi esa uyda qoldi. Har oy pul tushyapti, farzandi yoki qarindoshi yechyapti. Agar bank yoki mas'ul idora shaxsni aniqlashtirishni talab qilsa, pensionerning o'zi bilan bog'lanish, kerak bo'lsa konsullik orqali hujjat rasmiylashtirish masalasi chiqishi mumkin. Bu holatda oldindan qonuniy ishonchnoma qilish. Karta va telefon masalasini tartibga solish juda muhim. Uchinchi nozik masala, vafot etgan pensionerning pensiyasi. Juda ko'p oilalarda shunday xato bo'ladi. Pensioner vafot etadi, lekin kartaga keyingi oy ham pul tushib qolsa, qarindoshlar uni ishlatib yuboradi. Keyin bu ortiqcha to'lov deb topilishi va qaytarilishi talab qilinishi mumkin.
Men bu masalada juda ochiq aytaman. Vafot holati bo'lsa tegishli idoralarga o'z vaqtida xabar berish kerak. Dafn puli, o'linmay qolgan pensiya, merosxo'rlarning huquqi kabi masalalar qonuniy tartibda hal qilinadi. Kartadan pulni shunchaki yechib olish keyin o'ylagan muammo keltirishi mumkin. 4-nozik masala. Yolg'iz pensioner va parvarishga muhtoj keksa fuqarolar. Agar odamning sog'lig'i yomon, o'zi idoraga bora olmaydi, hujjat to'play olmaydi, bankka borishga qiynalsa, qarindoshlari yoki mahalla vakillari yordam berishi kerak. Lekin yordam qonuniy bo'lishi zarur. Men qo'shnisiman, kartasini berib qo'ydi degan gap yetarli emas. Bankda, notariusda, mahallada, ijtimoiy xizmatlarda qanday tartib borligini so'rab, hujjatni to'g'ri qilish kerak. Aks holda pensionerning puli himoyasiz qoladi. 5-nozik masala hujjatlardagi kichik xato katta oqibat berishi mumkin. Masalan, tug'ilgan sana bir hujjatda 1929 yil 4 mart, boshqasida 1959 yil 1 mart deb yozilgan. Yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevich, boshqa joyda Abdullayevich shaklida kiritilgan. Oddiy ko'rinadi. Lekin elektron tizim buni boshqa shaxs deb qabul qilishi yoki avtomatik moslashtirmasligi mumkin. Shuning uchun pasport, ID karta, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, arxiv ma'lumotnomalarini bir-biri bilan solishtirib chiqing. 6-nozik masala. Rasmiy xabar bilan mish-mishni ajratish. Hozir odamlar Telegram guruhlarida qo'shni gapida, bozordagi suhbatda 10 oktyabrdan pensiya berilmaydi, hammani qayta ro'yxatdan o'tkazadi, kartadagi pul kuyadi degan gaplarni eshitadi. Men ekspert sifatida aytaman, faqat rasmiy manbaga tayangan holda harakat qiling. Pensiya jamg'armasi, bank, mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy portal bergan ma'lumotga qarang. Agar kimdir sizga telefon qilib, pensiyangizni saqlab qolish uchun kodni ayting desa, bu xavfli. Hech kimga SMS kod, karta paroli, PIN kod, ilova parolini aytmang. 7-nozik masala. Ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiya olib, yana ishlashda davom etadi. Bu yerda ish joyi, rasmiy ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar, pensiyani qayta hisoblash imkoniyati kabi masalalar bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsangiz, ma'lum muddatdan keyin pensiyani qayta hisoblatish huquqingiz bor yo'qligini tekshirib ko'ring. Lekin har bir holatda tartib alohida bo'ladi. Ish joyingiz rasmiy bo'lganmi? Badallar to'langanmi? Ma'lumot elektron bazaga tushganmi? Shular muhim. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam bugunoq pensiya kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? Bank ilovasida telefon raqamingiz to'g'rimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, bankka borib yangi karta oching. Bankka borganda pasport yoki ID kartani oling. Agar o'zingiz bora olmasangiz, bankdan ishonchnoma yoki vakil orqali xizmat olish tartibini so'rang. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi, harbiy bilet, diplom, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar. Bularning hammasini bir papkaga solib qo'ying. Hujjat kerak bo'lganda odam birini tili sandiqdan, birini farzandinikidan, birini eski sumkadan qidirib yurmasligi kerak. 3-qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport raqami, manzil bir xilmi? Eski hujjatlarda kirildi. Yangi hujjatlarda lotinda yozilgan bo'lishi mumkin. Bu tabiiy, lekin mazmunan farq bo'lmasligi kerak. Agar jiddiy farq topsangiz, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli idoradan tuzatish tartibini so'rang. 4-qadam, ish tajingizni oldindan tekshiring. Ayniqsa pensiyaga hali chiqmagan, lekin yaqin yillarda chiqadiganlar uchun bu juda muhim. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz? Korxona hali bormi? Yopilgan bo'lsa, arxivi qayerda? Mehnat daftarchasida muhr va yozuvlar aniqmi? Shularni ko'ring. Agar korxona yopilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Arxivga murojaat qilganda ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, lavozim, buyruq raqami, ish haqi bo'yicha ma'lumot so'ralishi mumkin. Qancha erta boshlasangiz, shuncha kam qiynalasiz. 5-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga borayotgan bo'lsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Savolingizni aniq bering. Masalan,
Mening pensiyam nima sababdan kechikdi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qayta hisoblash uchun ariza yozsam bo'ladimi? Javobni qachon va qanday olaman? Agar ariza topshirsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamini yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgini oling. Bu keyin murojaatingiz yo'q bo'lib ketmasligi uchun kerak. 6-qadam, agar pensiya miqdoridan shubhangiz bo'lsa, qayta hisoblashni so'rashdan qo'rqmang. Lekin qo'shnimniki ko'p, meniki kam degan asos yetarli emas. Sizda qo'shimcha staj, yuqori ish haqi davri, imtiyozli ish sharoiti, nogironlik yoki boshqa huquqni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, shuni ko'rsating. Pensiya hisoblash shaxsiy holatga bog'liq. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin. Lekin staji, ish haqi, hujjatlari va huquqlari boshqacha bo'lgani uchun pensiyasi ham farq qiladi. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga karta raqamingizning to'liq ma'lumotlarini, PIN kodni, SMS kodni, bank ilovasi parolini bermang. Pensiyangiz oshadi, faqat kodni ayting. 10 oktyabrdan ro'yxatdan o'tmasangiz pulingiz kuyadi. Men pensiya jamg'armasidanman, kartangizni tekshiryapmiz degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Rasmiy xodim hech qachon sizdan bank parolingizni so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va o'zingiz rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. 8-qadam, oilada keksa ota-ona bo'lsa, ularni yolg'iz qoldirmang. Ularning kartasi qayerda, hujjatlari qayerda, telefon raqami ishlaydimi, pasport muddati joyidami, pensiya qachon tushadi? Bularni birga tekshiring. Lekin pulni boshqarishda ularning roziligi va huquqini hurmat qiling. Pensionerning puli uning shaxsiy mablag'i. Farzand yordam berishi mumkin, lekin bu yordam nazorat yoki bosimga aylanmasligi kerak. 9-qadam. Manzilingiz o'zgargan bo'lsa, buni rasmiylashtiring. Ko'chib ketib, eski manzilda ro'yxatda qolish keyin muammo keltiradi. Xat, chaqiruv, xabarnoma eski manzilga borishi mumkin. Pensioner esa bundan bexabar qoladi. Ayniqsa boshqa tuman yoki viloyatga ko'chganlar pensiya ishi qayerda yuritilayotganini aniqlab qo'yish kerak. 10-qadam. Barcha murojaatlarni yozib boring. Qaysi kuni bankka bordingiz, kim bilan gaplashdingiz, qaysi hujjatni topshirdingiz, qachon javob berishlarini aytishdi. Buni daftar yoki telefonga yozib qo'ying. Bu oddiy tuyuladi, lekin amalda juda foydali. Chunki bir idoraga ikkinchi marta bo'lganingizda oldin nima degan edi degan savolga aniq javob berasiz. Oktyabrdan keyingi o'zgarishlarning eng muhim ma'nosi shuki, pensiya olishda hujjat, shaxsiy ma'lumot, bank kartasi va rasmiy tartib bir-biriga mos bo'lishi kerak. Kim hujjatini vaqtida tekshirsa, kartasini yangilasa, stajini tasdiqlasa, rasmiy manbadan ma'lumot olsa, u ortiqcha asab, navbat va kechikishlardan saqlanadi. Men sizga tavsiya qilaman. Bugun shu videodan keyin kartangiz muddatini ko'ring. Hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing. Ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, ularga ham yordam bering. Har bir kichik xatoni hozir to'g'rilash keyin katta muammoning oldini oladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovi, karta, hujjat yoki qayta hisoblash bo'yicha qanday muammo bo'lyapti? Izohlarni yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner va har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.